Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men navbatdagi kotyolimizni Moskva yo'lina qo'ydik. Kunimiz akamiz kuni do'konchi qiziqqanlar bo'lsa shu davlatda kelib ko'rishingiz mumkin. Yaxshi vaqtlar. Bu kotyolimiz 80 gradusga kelib uch. Kotyolimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu universal kotyol, polavtomat, любой narsa yanadi. O'tin, ko'mir, mayda ko'mir, unta farqi yo'q. Zakazlarni qarab qapqa qo'yib berdik mana viltnatorga. Bu nasos sistema o'tgan. Shuning uchun agar svit o'chib qoldi degan vaqtda kotyol umuman qaynab ketmaydi. Qolgan gradusida qoladi. O'zgarish bo'lmaydi, gradus ko'tarilmaydi. Bu qapqog'imiz kotyolning komplektida yo'q, отдельный zakazga qarab. Yana bir foydali tomoni qapqoq buning bir kamida kotyol yonish vaqtini 2,5-3 soat cho'zib beradi. Hozir kotyol o'chib turgan vaqti hozir ko'rsataman. Ichida umuman cho'g'am bo'lmaydi. Menga umuman nol. Havo kirganda yonadi. O'sha joyga shunday nedan 15 dona batareya qo'yilgan. 150 qabirga. 15 minutlar chamasida 80 gradusga chiqib o'chdi, suv aylanib kelib bo'lmaydi. O'sha shunday batareya polni beri qizni. Normal aylanda qara. Ha, normal. Shu qizishlar ko'ngga yoqdimi, bo'ladimi? Yoqdi, Xudoga shukr. Yakonni qizni. Birga tavsiya bergidek-ku. Oo. Tavsiye beremiz şu neden anla kaç yoldan. Ne? Issiq qo'l yedirmaydi.